Bugungi videom energetik to'g'risida. Energetik ichimliklar. Energetik ichimliklar. Energetik sog'liqqa ziyon. To'g'rig'i zahar desa ham to'g'ri bo'ladi. O'ziga o'rgatib qo'yadi-da energetik. Ko'proq yoshlarimiz energetik orqasidan infarkt bo'lyapti. Yurak. Kasalxonaga borsangiz 90% yurak bilan mazasi yo'q. Bunday qarasangiz yoshlar. Qani nimalar orqasidan kelyapti? Energetik orqasidan kelyapti. Energetik o'ziga o'rgatib qo'yadi. Bitta eshitdingizmi, tamom. To'g'ri, endi ham bixirlar aytadi, energetikadan deydi, o'zimni yaxshi his qilaman deydi. U nimani hisobiga bo'ladi? Ichgandan keyin ana o'qisiz. U o'ziga qon tomirlar kengaygani hisobiga bo'ladi u. Energetik tanaga kirgandan keyin chiqib ketmaydi qaytib. Vaqt o'tgan sari sekin qulatadi keyin oxiri yurak donasini ushlaydi, klapanini ushlab yopib qoladi. Bitta tent qo'yganlar qancha tent yurakka. Nima sababidan bo'lyapti? Shu energetik sabab bo'lyapti. Energetik orqasida qancha odamlar yurak mazasi yo'q. Yoshlar o'zi yosh bo'lib turib energetik ichadimi? O'zi kuch-quvvatga to'la bo'lsak, yosh bo'lsak, hali. Umuman mumkin emas energetik. Hammaga tegishli. Umuman ichmanglar energetik. Oxiri yurak qon tomir shunday yana qiladi, qisadi, oxir oqibat infarktga olib boradi keyin. Yurak kasali. Qanchadan qancha yoshlar. Keyin mana ana shopirlarimiz jadigan. Keyin nochda ko'p ishlaydiganlar ichadi. Ha desa, yaxshi bo'lmaydi u. Shopirlarimiz 2-3 ta ichib qanchasini qoladi. Yurakning mazasi bo'lmaydi. Bo'lmagan narsa u, o'zim tetik tutaman deb ana qilgan narsa bo'lmaydi u. Endi oddiy maslahat, suv ichinglar. Qaynagan suvmi, kranli suvmi? Energetik ichmanglar. Yosh umrlarni qozon qilib. Mana energetik energetikni nima qilinglar, aytaymi buni? Flash. Gorilla. On 8 plus. Mana Red Bull. Mana shu eng yomon, hammasidan ham Red Bull bo'ladi yomon. Hammasi yomon. Hammasi yomon. Bir tekis, hammasi bir go'r. Bir tiyinga qimmat. Mana energetik ahvoli bu. Ichmanglar energetik.
Mana. Oddiy suv ichinglar uni o'rniga. Bismillah. Kranni suvini ichinglar. Alhamdulillah o'zingga shukr, alhamdulillah. Xudoga shukr. Ana endi ichmaylar endi. Energetik yomon. O'zni o'ldiryapti energetik. Tez bo'lmasligi mumkin. Bo'ladi. Ichavergandan keyin masalan bir xil aytish mumkin, men bitta ichaman kuniga yo ikkita ichaman kuniga hech narsa qilmaydi deyishligi mumkin. Lekin organizmni chiritadi u. Sekin-sekin chiritadi. Oxir oqibat yurak kasalligiga olib keladi. Oxiri shu. O'zni o'ldirgan bo'lasiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.